kerak. Mana Aziz Rajabiyni qara. Ular endi o'sha bizga qulay bo'lgan joyga mashinalarni qo'ydilar. Biz shundan yutdik aka. Foydalandik. Lekin bizning aktyorimiz, menimcha bizda bunaqa odamlar yo'q. Bo'lishmasdan unaqa tuhmat yaxshi emas. Kelinglar, ko'ringlar nima bo'lganini. Ketdik. Baxtiyor yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Meni chaqirganimiz ham bilsangiz. Ha, xabarim bor. Aziz Rajabiyni ma'murlarsiz. Yordamingiz kerak bo'ladi bizga. Naholisi. Shu kunlarda kayfiyatlari yaxshimi ish qilib? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshilar. 2 marta kuzatdik-da unani. Kameramiz ham qo'lga qoldilar bir marta. Indamadilarmi? Yo'q, xabarim yo'q lekin aytmanglar. Indamay jim yuribdilar. Unda siz oxirgi kunlarda mana shu 1-2 kun ichida qayerga borishni bilib bersangiz, Bo'ldi, xo'p. biz ham bitta hazilimiz bor. Bunaqa qo'pol emas. Qo'pol bo'lmaydi. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Qachon qo'pol bo'lgan? Bo'ldi, sal. Chiroyli o'tadi. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha aka. Bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat. Telefonlashamiz. Okey? Salomat bo'linglar. Xo'p. Xafa bo'lish yo'q. 2018-yilgi mavsum 7-o'yin biz boshladik. Menimcha hozir yaxshigina duel bo'ladi. Shohruxxon qo'lni ketidan suv ichib jonli ijroda qo'shiq aytganda qanaqa bo'lardi? Parizodim go'zal malagim. Davom etamiz. Bu yerdan qanaqa mashina o'tdi? Shanba 22:30 da QVZ Zo'r TVda tomosha qiling. Sketch show efirda. Endi Captiva'ni bo'lmasam o'zingiz olib berasizmi? Kasal emasmi? Telefon qilsam ko'tarmaydi. Dengizi suv mazza. Hazillashmayman men ham. Yiqitib bo'lsa ham o'yindan chiqarib yuborasan. Bugun boshqacha xursandsiz, tinchlikmi? Kartoshka tozalaydiganni ko'rmadingizmi? Kimni ishi doskadagi? Qaysi biri kuchliroq o'zi? Chorshanba 21:00 da Sketch show. Voy! Nima qilgan bu? Kim qildi buni? Voy! 450. Bankerlari tushib qopti-yu. O'rta, tuzumsan? Men bu ana Safiskida bir Captiva mashinam urib ketdi, o'rta. O'sha kelinglar yordam ber. Mana hozir qo'yganman. Chiqsa orqasidan bir Captiva urilgan, qo'ygan, ketgan yo'q. Davlini oshib ketdi vashi. Alo, gayimi bu? Ha, men keling, men bu yerda mashinamni urib, egasi yo'q. Orqasiga mashinam qo'yib ketsam, urgan, ketgan, bilmasam. Bu Captiva 450 Captiva. Yo'q, anaqalarni bosib olmay, yo'q. Kelasizlarmi? Xo'p. Aka, siz kimi bu? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz kim bu? Captivasiz. Tushunmadim. Nima qildingiz? Yo'q, siz nima qildingiz? Men mashinamni qo'yib kirib ketdim. Kelsam men bu ahvol orqadan urgan soki. Yo'q aka. Yo'q aka, siz qilgan men sizdan birinchi qo'yib ketganman buni bu yerga. Aka, men hozir gay chaqirib qo'ydim. Nima? Gay chaqirdim deyman. Aka, mana balonlaringizni mana. Tormoz bosib kelgansiz mana. Aka, qarang. Mana. Aka, men o'zi buni $300 arenda to'lashim kerak. Kuniga 100 mingdan kassa qilishim kerak. Aka, tirikchiliklar nima bo'ladi endi? Shuni orqasidan tirikchilik qilib turma, aka.
Aka, men 300 dollar arenda berishim kerak. Bunaqa emas endi. Ha, meni endi taniyapman sizni. Aka, sizni endi taniyapman. Aka, siz to'ylarda yuraverib, hayronman odamlar anaqa qilmay qo'ysiz. Bunaqa emas endi, kamar. Sal buni yerga qarab yuring, aka, orqamdan yetib olganingizni ham ko'rmagansiz. Xayol joyida emas menimcha, aka. Normalni yuramas. Normalni. Yo'q, aka, mana tormoz bosib kelgansiz. Qarang, men qorayapti ana. Hozir gay kelsa aniqlaydi hozir buni. Tormoz bosilgan mana. Bu qanaqa narsa bu? Nima bu o'zi? Baloniz shinalarning anaqasi. Unaqami, aka? Men qarang, to'laysizmi yo'q? Men rasxodlarni to'laysizmi yo'qmi, aka? Men qanaqa qilaman men keyin, aka? Aka, men ko'chada taksiga yuraman, aka. 300 dollarga arenda to'lashim kerak. Boring, to'lavering. Menga nima? Yo, endi men nima bo'lay endi 3 kun, 4 kun men ishga chiqa olmayman men buni. Nima qilganingiz bu, aka? Bir bunda ochkini taqmasdan bunda ko'chada normal yurmaysizmi, aka? Ishingiz bo'lmas. Men ochki taqib yuramanmi? Qanaqa yuraman? Yo'q, xo'p, mayli, nima qilsiz? O'zingiz to'g'ri yuring. Xo'p, men rasxodlarni to'laysizmi yo'q, shuni ayting. Yoshingiz kattaroq ekan, aka. Yoshingiz kattaroq ekan, aka. Senga o'xshagan mashinniklarchi borib boshqasini qilasan, tushundingmi? Aka, men tushunmadim sizni. Nima tushunmaysan? Siz ham ana qilib hammaga bunaqa tashyapsizmi? Senga nima kerak bo'lsa, nima xohlaysan? Meni rasxodni qilib bering, bo'ldi. Men rasxodlarni qilib bering, bo'ldi mana, aka. Men rasxodni qilib bering, aka. Spokойный, jim, indamasdan Aka, qo'lingizni joyiga tushiring, aka. Qo'lingizni joyiga tushiring. Qonuniy hal qilamiz, bo'ldi, aka. Hozir gay chaqirganman. Aka, menga ozor. Assalomu alaykum, Xormanglar. Ha, aka, keldingizmi? Fozil Hakimov. Yaxshimiz? Bo'linglar. Nima bo'ldi? Mana mashinamni qo'ysam, mana orqamdan kelgan urgan, mana shu ahvol mana. Aka, o'zim mana shuni orqasidan amal taqal qilib. Hujjatlarni olinglar, hujjatlarni. Kilometrda orasi 1 kilometr bo'lsa, hol, hujjatlarni oling. Kimda mana? Men qo'yib ketganman, kim urgan bular? Hujjatlarni oling. Siz artist shekilli televizorda chiqasiz. Uflab oling, uflab. Siz 1 minutga mumkinmi? Qonun doirasida keling. Nima bo'ldi? Mana tormoz izi emas bu, tormoz izi emas bu. Nimani izi bu? Bilmayman men, bu nima qilgansizlar? Sizlar menimcha tilinglar bir qilaveradi. Mana qarang. Agar men Ismingiz Aziz, ha? Ha, agar urib pachoq bo'lgan bo'lsa, mashinani sal oyoqqa olib turing. Agar pachoq bo'lgan bo'lsa, meni mashinam pachoq bo'lishi kerak. Mana bunaqa pachoq. Mana bu qirilgan narsalar meniki bu. Bu qirilgan narsa bilan sizlar ishinglar bo'lmas, bu boshqa narsa. Tormozi. Siz hujjatlarni taqdim eting, bo'ldi. Men hujjat taqdim etmayman. Etmaysizmi? Yo'q. Nima uchun etmaysiz? Siz oldin menga udestingizni ko'rsatdingiz, jetoningizni ko'rsatdingiz. Men sizga hamma narsani ko'rsatdim. Mani rasxodlarni qilib bering, bo'ldi, men ketishim kerak, aka. Ishlarim ko'p meni, aka. Sizlar tilinglar birga. Yo'q, kelishib olasizlar. Kelishib olsanglar mayli. To'g'ri tushuning. Agar xohlasangiz men yordam kuchlar chaqiraman. Bular Mashinangiz baribir shtrafnoga ketadi. Ha, menga qarang, sizlar tilinglar birga o'xshayapsiz. Nimalar deyapsiz? Men qonun doirasida ish qilaman men. mani rasxodlarni qilib bering, bo'ldi. Sizga biroz doim, aka. Rasxodlarni qilib bering, bo'ldi. Siz qayerga ketyapsiz? Siz menga hujjat taqdim etishingiz kerak. Nimaga emas? Balki ichib olgansiz, men qayerdan bilaman? Men mashinani ursam pachoq bo'ladi mashina. Menga qarang. Mana bu nima bu? Pachoq bo'lmasa nima bo'lgan? Ha, mashinani dabdala qilibsiz-ku. Bu meni mashinam emas. Nima meni mashinam? Mayli. Bu sizning mashinangiz. Siz xo'p, siz hech narsa qilmagansiz. Siz tormoz ham bermagansiz. Menga hujjatlaringizni taqdim qiling, bo'lmas. Orqada o'rganib berish kerak, aka. Ya, qani odamgarchilik yuzasidan, aka. Qani mani hozir mashinamni azini olaman, orqaroq ko'rasiz. Yo, to'g'ri, lekin o tormozni yo boshqa odam kelib sizni o'rningizga mashina haydadimi? Siz spirtli ichimlik ichgan bo'lsangiz yo birorta yoningizdagi bir sug'urtaga kiritilgan odam bormi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, aka. Menga hujjatlar taqdim qiling, bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Gayini anaqasini qara. Sonlari yaxshi. Anaqasi Hujjat taqdim qilasizmi, yo'qmi? yo'q, qilmayman. Siz maynovatchilik qilyapsizmi? Sen xodimi emassan sen. Qo'l ko'tarish haqqingiz yo'q bizga. Siz aralashmang. Siz mashinadamidingiz? Siz mashinadamidingiz? Siz aralashmang. Men qonun doirasida ish qilyapman. Hujjatlarni rasmiylashtirishim kerak. O'rtog'im bilan ko'rishgani to'xtadim. Menga bular ikkalasi ham bir xil. Menga farqi yo'q. Kim buni urdi, buni urdi. Men rasmiylashtiraman. Shtrafnoga boradi.
Ana undan keyin sudda gaplashamiz. Siz ham misol uchun jabrlansangiz, uni kimdir to'lash kerak aka. Men o'zi arendada yursam. Orqadan urgan odam qanday qilamiz uni aka? Distansiya. Erkak meni o'rtog'ingizga. Distansiyangiz bormidi? Bu sen unga ishonmading. Ha, bu yerda turmayman, to'g'ri shu. Dokumentlaringiz qani? Endi kelyapsan, mashinaga. Siz taqdim qilmayapsiz-ku. Dokumentlar taqdim qiling bo'ldi. Mashinaga shu tish haqqi yo'qsan. Siz aralashmay turing. Siz jahl qilmang. Dokumentni oling. Tanish ustalaringiz bormi? Tanish ustalaringiz bormi? To'xtang, olmaz sizga. To'xtang. Hey. To'xtang. Hujjatlar taqdim qiling. To'xtang. Yo'q, hozir qonunda o'rnatishdilar. Hey. Dokumentlar tushyapti. Xafa bo'lish yo'q. To'xtang! O'sha yana bitta statya qo'yiladi. Chetga! Arzaga qanaqa odamsiz? Qo'rqaningiz bilan qilasiz. Yo'q, yubora uzr. Jahlingiz bunaqa tezligini bilmagandim lekin. Bo'lish yo'q arzaga. Yubora uzr. Mana hazillashaman. Unaqa qilmang, aka. Kerak emas. Yo'q. Lekin gap yo'q. Qanday holatda ham sen ko'rib bor. Zo'r tubida bizni ko'ring har hafta. Hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Mana bugun xafa bo'lishi ko'rsatuvda to'g'risini aytsam xafa bo'lmadim-ku. Lekin ozgina boshida anu bo'layotgan narsadan men bu sanjarlarni ko'rsatuvligini to'g'risi bilmadim. Men bir qanaqangidir hozirgi kunda mana shunaqa mashinasini urib, keyin sanda ayib deydigan odamlar ko'payib ketgan. Shunaqa odamlardan biri bo'lsa kerak, ikkili tili bir bo'lib shunaqa bo'lishyapti deb o'yladim. Lekin hech hayolimga bu xafa bo'lishi ko'rsatuvdigili bolalar shunaqa ish qilayotgandan to'g'risini aytsam, sal esim kelmayapti. Men o'zim bir sanjarni bir ta'zimni berib qo'yaman bir. Xafa bo'lganim yo'q, lekin mendan ehtiyot bo'lishsin, keyingi safar qo'limga tushsa yomon qilaman bilan endi o'zim. Xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emasman. Xafa bo'lish yo'q. Jahlni qarang, tezlikni qarang. Yomon tez yurib ketdilar. Yeta olmay qoldik. Oxiri yaxshi ham yetib olib, yaxshi ham qizil chiroqga tushib qoldilar. Bo'lmasa Buxoroga qarab ketardik. Buxorodan tutib kelardik. Aziz aka, xafa bo'lish yo'q. Azizlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Biz sizlarga bitta narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Bizni Instagram sahifamizda kuzatib borayotgan aziz muxlislar, bizning Instagram sahifamiz mana shu. Mana shu. Boshqasi soxta, bizaniki emas ular. Bunga yozib, bizadan xafa bo'lib javob bermasa ekan yurmaydi. Eslatib o'tamizmi yana? Eslatib o'tamiz. Homiylarimiz Kendigul shirinliklari va ichimliklari. Agarda siz bizni kameradan tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q.